ishga tushiraman. Hozir o'rnatish murakkab emas. Bitta dasturi bor. MongoDB Exes bor, keyin Compass bor. Ekan o'rnatib olamiz. Masalan, ishlamaydi. Mana ochildi. Sizlarda ochigidagi nimalar bo'lmaydi, bazlar bo'lmaydi. Mana oyna chiqadi. Onda sizlar. Shu yerda bitta shunaqaki, misol uchun SQL da baza bor, user bor, ha? Userlar ichiga baza yaratasiz, kirib, bazadan keyin nima tablelar bor, to'g'rimi? Undan keyin table ustunlari bor, ha? NoSQLda bo'lsa, unda ham birinchi user nimaga collection qilasiz, serverga ulanasiz, keyin database yaratasiz. Undan keyin unda table yo'q. Umuman table deyilmagan table? Jadval uni o'rniga kolleksiyalar bor. Collection deydi. Table o'rniga collection, ustunda o'rniga key bo'ladi. Qiymatni o'rniga bunday qiymat turaveradi. Hozir ko'ramiz. Mana add new collection deb bosaman. Bosdimmi? Ochildi. New collection degan nima degani? Collection nima? Yo'q, kolleksiya emas, connection. Ulanish, yangi ulanish mana. MongoDB localhost mana beryapti, localhost bor. Serverga ulanyapmiz. Aytaylik, misol uchun 653 24 ga ulanish deyapman. Misol liboy nom beraveradi ulanishga, ulanish. O'zgarib qoldim meniki. Turib o'zgarmay qoladi-da, shunaqa. Qotib qoladi. Ulanish mana. Endi men aytda har bitta ulanishga rang bersa bo'ladi, misol uchun. Misol uchun men red bermoqchiman. Set connection. Mana uni qizil bo'lib paydo bo'ldi. Ko'rlayapmi? Men aytda endi mana ichiga mana qolgan bazlarni yaratib qo'yadi o'zi. Uni olayotgan bazlarni qo'shib qo'yadi. Hozirlar deb bosib, menda paydo bo'lib qoldi. Sizlar paydo bo'lmasligi mumkin. O'chirib yuboramiz. O'chirsa ham qarang, bu yerda ham drop bor. Ko'rlayapmi? Drop deb. O'chirayotganda qarang, drop ishlamayapti. Ishlash uchun mana o'sha bazani nomini yozish kerak. Yozmasiz o'chirmaydi mana. Drop market mana o'chib ketdi. Mana o'chirib yuboraman sizlarga endi. Bor chiqadigan. Yo'q, o'chirmaydi. Aynan shuni yo'q, qo'llikda ko'proqga qilib qo'yasiz. Mana ham o'chirib qo'yam. Tijetta. Onlayn do'konda ham o'chirib yuboramiz. Nimadir mana shu bor qilgan bazalarda ham yaratib qo'yarkan ichiga. Oldin qilganlaringizni ham misol sifatida yaratib qo'yarkan. Endi qarang, SQL ga kirsak, hali MySQL system degan bazalar turadi-yu, xuddi shunga o'xshab bunda ham admin, config va lokal turadi. Mana shu turadi, birinchi qilganlarni. Keyin ulangandan keyin qarang, 12 ta nima turibdi-yu, o'sha bergan ulanish kerak. Agar x bo'lib qolsa o'rtaga ulanmagan bo'ladi, ishlamaysinda. To'liq o'rnamagan bo'lsa, bir-biriga ulanmaydi, connect qila olmaysiz server bilan. Ulandi mana qarang, mana ulanish nomi. Endi esa hali bazasini yaratganim yo'q. Baza yaratish uchun ulanishda oldida plus turibdi mana. Ya shu plusni bosaman, yo o'tiga bitta bossam, mana yerda oyna ochildi. Ko'rlaymi mana o'sha dazalar turibdi. Bu yerga kirib turib, nima qilaman? Create database qilaman. Create bizda ham nima edimda? Bitta create database bo'ladi. Bosdik, mana database ga name ber deyapti. Bitta ham namelarga probel qo'yish mumkin emas. Aytaylik, misol uchun, men o'zim bazam bor, sizlar o'zlariga berganman, sizlar yuk tashish, berganman, sizlar kutubxona, onlayn do'kon, hamma o'zini bazasini qiladi. Misol uchun, meni bazam aytaylik, qanaqadir bitta sanatoriya, ha? Orom sanatoriyasi. Endi pastiga so'rayapti, birorta kolleksiya yaratib tur deyapti boshida. Kolleksiya bu bizning jadvallarimiz. Sizlar Orom sanatoriyasida kimlar bor? Mijozlar bormi? Mijozlar deb aytaman. Va create database bossam, qarang, Orom sanatoriyani ochdi. Mana bu belgi turgan bazani belgisida. Endi qarang, mijozlarga qanaqa belgi paydo bo'lib qoldi? File papkani belgisi. Bu papka bu kolleksiya degan bo'ladi. Ya'ni bitta dokument paydo bo'ldi. Mana shu dokument degan mijoz dokumenti paydo bo'ldi. Endi qarang.
Bizda o'sha mijozlar doirasida SQLda mijoz familiyasi, ismi, o'chsivasi, tug'ilgan yili, manzili qilatarmidik? Yo, orqadagilar eshityapmizmi? So'rab olaman keyin darsda. Yaratamiz. Endi batda unaqa emas. Bunda mana add data bor. Yaratdim. Endi data nima qilib ma'lumot qo'shadimmi MySQLda? Ma'lumot qo'shish nima edi? Insert into alias to'g'rimi? Bu yerda insert o'rniga add data bor uni. Ko'rlar, insertdan bor qaylar. Ikki xil yo'lda qo'shib ko'ramiz. Add datani bosaman. Ikki xil yo'li bor. Agar senda tayyor JSON fayllari bo'lsa yoki CSV fayllari bo'lsa, import qilish mumkin tashqarida. Yoki o'zida o'zing qo'shishdan qo'lda deyapti. Chunki NoSQL JSON ma'lumotlar ko'rinishida ishlaydi. Buni ham tushuntirib beraman hozir. Insertni bosdim men. Olsam, bunaqa oyna ochildi. Har bitta dokumentga o'zi ID beradi. Biz ID bermaymiz. Ol ID berar eslangan primary key berarmidik MySQLda? Bunda primary keyni o'zi beradi. Primary key bunda mana qarang. Mana uni ana ID degan o'sha primary keysi degan. Uni qo'lda o'zgartira olmaymiz. O'zi beradi deyapman-ku. Mana misol uchun birinchi o'lim mijozni familiyasi kerak menga. Mana familiya degani bu degan уже key degan. Bizda ustunmida SQLda bunda key bo'ldi. Familiyasi misol uchun Mashrafmi deysiz Bobur? Familiyasi. Bu mana mijoz Mashraf, familiya Mashraf. Mana shu ID ostidagi dokumentda faqat Boburjonning ma'lumotlari bor xolos. Mana virgul qo'yaman. Ismi keyin apostrofga nimaga olish qo'shni qolish shart. Ism bu key, 2 nuqta, aytaylik familiyasi, ismi misol uchun Boburjon. Virgul, aytaylik manzili qatlaysiz? O'zbekiston tumani. Undan keyin aytaylik tug'ilgan. Qolgan tillarda o'zgaruvchilar besh nima qiymatsiz yoziladi. Ba'zi qiymat stringda bo'lsa, JSONni qarang. Turga ol, mana muhitga ol, boshqa muhitlarda yozmasa ham bo'ladi. Boshqa muhitlarda mana shu Mongo deb qo'yish kerak. Masalan, Janet nomli nimalar bor? Muhit yashovchi nimalar bor? Unda mumkin yozish mumkin. PowerPoint qo'shnoq bunda yozish kerak. Unda arxivga berib qo'yadi. Xato beradi. Mana MongoDBda. Tug'ilgan, masalan, yili deylik. Nechasiz? Tug'ilgan yilingiz o'zi. 2007? 6. Voy, Bobur haqida ma'lumot kiritib bo'ldim. Albatta, aytaylik bu qizimiz yoki bu haqida ma'lumot yo'q. Bu bitta dokument, tushunyapsizmi? Ya'ni bitta dokumentda, misol uchun Telegramga kirdim, Facebookga kirdim, ro'yxatdan o'tyapman, ha. Faqat men kirityapman o'zim ma'lumotlarim, xuddi shunaqa ma'lumotlar unga saqlanib qoladi. Ismim, familiyam, tug'ilgan yilim, emailim hammasi turadi. Masalan, loginim, parolim turadi. Tushunyapsizmi? Endi mana insertni bossam, bitta obyekt paydo bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Ustiga bossam, mana chiqadi. Bu bitta dokument degani bilib olinglar. Mana mijozlar ichida bitta dokument paydo bo'ldi. Ko'rlar, mana shu JSON. Ha? Ha? IDni o'zi beradi. O'zi bergan bo'ladi. O'zi ko'rmay, o'zi berib qo'yadi IDni. Endi qaranglar. Bu endi qo'ldan aytdan qo'shdik. Endi mana kod bilan qo'shish yo'li ham bor. O tevada Open MongoDB shell turibdi, ko'rlaymi? Bu MongoDBni oynali, qora oynali shakli. Hali bizda MySQLda serverda ishladik-ku. Sizlar MySQL, Oracle, WordPress degan interfeysli qismlari ham bor dasturlar. Masalan, PHP bor, bu ham interfeysli qism. Biz faqat qora oynada ishladik, boshqa muhitlarda qora oyna muhitlari yo'q, boshqa muhitlar ham bor. Xuddi shunga o'xshab bilan qora oyna muhiti bor mana. Olsam mana qora oyna ochildi, ko'rlaymi? Buni oti Mongo deyiladi. Mongo, ya'ni Mongo Shell degan. Mongo Shell oynasi. Endi batda buni buyrug'lari SQLdan necha farq qiladi? Yozilish buyrug'lari. Misol uchun buni o'chirib tashlayman. Siz masalan yangi baza yaratmoqchisiz, qanaqa yaratamiz MySQLda? Create database name deysiz-a.
Bu yerda ba'zan yaratish ham, ishga tushirish ham 100. 100 nima edi bizda? Ishga tushirishmidi? Batiklasam bitta. 100 ishlataman qarang. Buni bor bazalamani qarang. Menda admin, config, localhost, oram sartorasi bor. Hozir men serverimda, ulanganimda qarang, ulanganim turganim qarang. Nima turibdi to'shkasi? Ha, yashil turibdi, yashil. U hozir aktiv degani, qolganlar aktiv emas hozir. Shunda menda 4 ta baza bor ekan. Men yangi yaratmoqchiman, yangi. 100 deymanda misol uchun malohat deyman. Yaratib qo'ydi, switch deyapti. Nima qildi? Mana endi men yerda bitta refresh. Turib bitta ochiqtirang, o'zi kelib qoladi refresh. Chiqadi bir pasdan keyin. Paydo bo'ladi menda. Mana malohatga kirdi. Yo'q bo'lsa yaratib qo'ydim, endi ro'yxatni ko'rish uchun bunda ham show bor. Show nima edi? Mana show collection deyman. Tablemida bunda kolleksiyalar S bor, collection turibdi uni. O'zi bu yo'q chiqib turadi masalan. Atta chiqmasdi-yu, bular chiqib turadi o'zi yordam sifatida. Mana show collectionda faqat hozir uni ko'rsatdi. Tashqari chiqib turishim kerak ekan. Shu database deyman. Kolleksiya yo'q ichida. Database deyish kerak edi. Chunki hali jadval yaratmadik-ku. Shu db mana. Database. Database yozsa ham bo'ladi, database deb yozsa ham bo'ladi mana. Database. Mana. Qo'rom hali malohat qo'shgan yo'q. Endi qo'shadi. Lekin switch dedi. Nima degan switch degani? Ulandi degani malohatga. Mana orom sanat admin konfiguratsiya turibdi. Endi menga shudan orom kerak. Shuning ichiga nima yozishim kerak? Ichiga ma'lumot kiritishim kerak. Mana nima qilaman? Collection yarataman, collection. Olaman, copy qilaman. Nima ma'lumot yozaman degani? Use deyman endi maytda mana oram collection. Mana ichiga kirdi. Mana bu belgi katta belgisi ma'lumoti chiqishi, mana bu kirishi. Chiqish, kirish, natijani chiqishi shunaqa chiqyapti. Mana kirdim. Endi men uchiga nima yangi ma'lumot qo'shishim kerak. Yangi ma'lumot qo'shish uchun bizda db degan nima degani? Database deyapman. Tochka. Qaysinga? Orom sanatoriyaga. Endi nima? Orom emas bu bo'lyapti. Mijozlarga. Mijozlarga qo'shyapman. Mijozlar, tochka. Insert degani bu mana. DB'dagi, ichidagi mijozlarga deyapman. Insert mana. One insert menu bor. Bu xodda value S bilan value E bor demasmi-da? Value E faqat bitta qiymat qo'shardi qator, value S ko'p. Bundan xuddi shunaqa bitta menyuda ko'p dokumentlar qo'shishim mumkin. Masalan, bitta paytda 10 ta mijozni qo'shib qo'yishim mumkin. Bitta kod bilan, var bo'lsa bitta kod bilan bitta mijoz qo'shaman xolos. Mana van tanlayman birinchi mana. Birinchi tumalaq qo's ochaman. Qani bitta qo'sni ochsangiz o'zi yopib qo'yadi. Keyinchiga figurali qo's otaman. Birinchi bo'lib menda endi aytaylik, unda familiyasi bemijozni. Ismni yozib kelsam menga xatolik olmaydi qarang. Ismi, bitta keyinlar tartibi nima muhim emas. Oxirdagi ismi boshida yurganim farqi yo'q. Kirsa bo'ladi ma'lumotda. Ismi, misol uchun aytaylik, ismingiz nima edi? Musalman. Musalni kiritamiz. Tashqariga qo'yamiz. Mana Yunusali. Yunusali. Nima key qo'shiladi 2 nuqta qo'yapman. Birazdan keyin qiymat qo'yapman ko'rasizlar, tartibini. Tashqariga chiqib virgul, bitta qiymat kiritildi key bilan, undan keyin mana familiya. O'zi qo'shnilar o'zi ochib qo'yapti nima qilsam. Bitta olsam o'zi ochib qo'yadi familiya. Bitta familiya nima edi sari? Yunusov. O'chsiz nima? O'chsiz. Yunusalovich bo'lsa ekanda. Yunusov. Yunusali, Yunusov, Yunusal. Opa qizotni qo'yishganmi? Shuncha. Ko'pchilik shuni qo'yishadi. Undan keyin aytaylik, tug'ilgan yili, misol uchun, qarang, agar apostrofga olsam, qarang qizarib qolyapti. Ko'rdingizmi? Qarang qo'shni qolmasam. Aytaylik, tug'ilgan
yili juda qo'yishyaptimi? Aytaylik. Hozir 2000 6 bu yo'q, nimasi kerak emas. Yili xolos. Va aytaylik, qani model sozmadi, model sotish shart emas deylik, ana. Shu yerda qutiga solib bo'ladi. Yo bo'lsam qanaqadir sizga int maydon kerak, int float maydonlar bor, shularni qo'shma qo'yib olmasa bo'ladi. Olmasangiz, uni int son deb ko'radi, olsangiz uni char deb ko'radi bo'ladi. Tushunaymi? Mana kiritib bo'ldim. Enter bosam mana. True deyapti, qo'shil degani, inserted ID deyapti. Mana shu ID orqali, mana shu ID bilan deyapti, bitta mijoz qo'shildi deyapti. Ko'rlaymi? Mana shu ID bilan bitta mijoz qo'shildi. Bitta olaymi shuncha. Endi buni maytda o'tib qizil beryaptimi? Bizga istab qilyaptimi? Bekalasi bo'lmasa bir-birini qo'llab-quvvatlamaydi, ishlamaydi. Atisha beraman gruppaga. Mana endi menda ikkita fayl turibdi, ustoz bo'ldi. Nimani ko'rsam, o'rnatilganda ikkita ham turibdi. Hozir ko'rsatmay, hozir. Mana menga o'tdim. Bitta refresh qilsam, mijozlarga o'tib qarang. Mana refresh bor. Mana. Qarang, keyingi ID ham qo'shilib qoladi. Mana oddiy sal qo'shilib qoldi. Bitta hozir mana buni qo'lda qo'shdik, mana buni nimada qo'shdik? Kodda qo'shdik. Mana endi manalarda kolleksiya talabalar bor ekan, mana bu yerda lokalda start log bor ekan, qarang mana. Bu o'zi qo'shgan. Endi qaranglar. Mana sizlarga tashlab beraman. Mana shu exit bormi, qarang. Hozir men balkim gruppa deydi, hozir qoldi. Bunga tashlab berdim, qaysi gruppaga? 642 ga bergan edimki. Mana MongoDB Windows mana shu nimasi community, undan keyin MongoDB Compass Win 32 exit bor mana. O'rnatlaymi? Motivasiya o'rnatish kerak. Ikkilasini tashlab qo'yamiz gruppaga. 353. Shu? Mana. Shuni o'rnatib ko'ringlar. Vazifa o'rnatib, ikkiga ichiga hamma o'z bazalarini, ma'lumotlarni yaratib kelishingizlar. Birinchida base, keyin kolleksiyalarda kamda ham 3 ta kolleksiya bo'lishi kerak. Chunki 3 ta jadvallar ham bor-ku. To'g'ri, undan ichiga kamda 2-3 ta ma'lumot qo'shib ko'ringlar. Insert qilib. Kod bilan qo'shib ko'ringlar, shuni qo'shib ko'ringlar, xo'p? Hozir